Bu safar yana kir mashinalar haqida bo'ladi. Bu safar kir mashinaning funksiyalari, ya'ni rejimlari haqida ma'lumot beraman. Ko'plarni kuzatamiz, bitta ikkita rejim foydalanib xolos. Qolganlar ko'p. Aslida bu kir mashinalarimiz juda ham hozir chiqqan inverter motor deymizmi? Juda ham aqlli. Juda ham ko'p motorga qarab, kiyimni kirga yoqimiz toza kiyimni oq qoraligiga qarab funksiyalari bor. Funksiyalardan foydalanishni bilmaymiz biz. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta qiziq bo'ladi va ko'p narsani tushunib olasiz degan umiddaman. Mana ko'rib turganingizdek, bu model, ya'ni LG modeliga mansub 6 kilolik. Men sizga harakat qilaman tushuntirishga. Aslida hamma kir mashinalari ishlash prinsipi, ya'ni ishlash jarayoni bir xil, lekin ozgina yozuvlarda boshqalarda farq qilishi mumkin. O'zgarishi mumkin. Haligi anaqa yangicha chiqqan bo'lsa, yangi narsa qo'shilgan bo'lishi mumkin. Lekin ishlash prinsipi bir xil. Men sizga dona-dona qilib har birini tushuntirishga harakat qilaman. Avvalo kir mashinani yoqib olamiz. Kirish yuvishdan oldin rejimga qo'yamiz, ya'ni rejim. Tushuntiraman rejimda. Xlopik rejimi. Xlopik rejimi eng og'ir kiyimlar uchun. Masalan, xlopik rejimi suvni 80-90 gradusga o'zi isitib, avtomatik isitib, bu kir kiyimlar uchun xlopik. Eng og'ir kiyimlar uchun. Ekoxlopik. Ekoxlopik bu ekonom xlopik, ya'ni ekonom qilib undan ko'ra pastroq darajasi. Smeshini tikani, ya'ni smeshini tikani har xil aralashgan, ya'ni har xil kiyimlarda aralashtirib bilan yuvishingiz mumkin degani. Повседневный stilka, ya'ni har kunlik yuvish. Bu har kuni shunday yuvsangiz bo'ladi. Har kunlik yuvish uchun. Puxovaya одежда, ya'ni adyali. Bu og'ir, bu ham og'ir adyallar uchun, og'ir kurtkalar uchun, og'ir bir puxova, ya'ni julli va anaqalar uchun-da, puxova uchun. И забота о здоровье, ya'ni sog'liq uchun qayg'urish rejimi bu. Bu endi nimasi bilan farq qiladi? Bu oxirida plaskanada paytda, o'sha chayashga paytda, chayayotgan paytda oddiy chayishingizda sovuq suvga chayadigan bo'lsa, bunda issiq suvga chayadi. Ya'ni issiq suvga chayadi-da, sizga sog'lig'ingizni o'ylab, o'sha chayishini ham 40-50 darajasida qaynatib turib, suvni isitib turib keyin chayadi. Shunisi yaxshi. Bu yerda allergiyasi bor, yaqin chaqaloqlarga bu kerak bu. Keyin adajda bu malishi. Bu endi chaqaloqlarda bunaqasi, ya'ni chaqaloqlarning kiyimini yuvish adajda bu malishi. И спортивный одежда, ya'ni sport kiyimlari uchun. O'zi sport kiyimlari bor. Delikatniy, bu nozik kiyimlar uchun. Delikatniy degani ipak bir nozik kiyimlar uchun, oq nozik kiyimlar uchun. Sherst, bu julli kiyimlar uchun. Intensivniy degani 60, intensivniy 60 bu 1 soat yuvadi. Ya'ni aslida intensivniy degani jadal, o'zbekchasiga jadal, tezkor degani. Tez 60. Bu ham xlopikdan keyingi turadigan o'rinlar turadi. Bu ham yaxshi yuvadi degani. Keyin bistro 30 rejimi. Men ko'proq shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Har kuni chayish uchun anaqangiz kam bo'lsa, kiringiz kam bo'lsa, albatta bistro 30 dan foydalanganingiz yaxshi. Bu hamma tomonlama ekonom qiladi. Suvdan ham, elektr energiyadan ham hammasidan ekonom qiladi. Ploskani yajim, ya'ni ploskani yajim bu sizga shuni tashlaysiz, yuvmaydi. Shuni sizga chayib bergan, anaqa chayib anaqa beradi, chiqarib beradi. Va anaqa o'tamiz ekranga. Siz avval rejim tanladingiz, endi siz bu yerda bir ko'rsataman. Demak, super ploskani, ya'ni super ploskani bu yaxshiroq chayish degani. Oxirida o'sha mana aytdim-ku, забота о здоровье. Bu отдельно, ya'ni sizga yaxshiroq chayib berish degani. O'sha chayishda ham suv haroratini olib, yaxshi chayilishi degani. Предварительный degani, bu oldindan yuvish, ya'ni oldindan ikki bosqichda yuvish. Deylik, kiringiz juda ham kir bo'lib ketganda, avval siz rejim tanladingiz, rejim tanlaganingizdan keyin buni bosasiz. Tushundingizmi? Bu rejim tanlagandan keyin bularni bosasiz. Bu nima desam bo'ladi? 2 marta 3 marta yuvadi. Kerak bo'lsa, masalan siz agar siz parashok solishda, sizga ko'rsataman, parashok solayotgan paytda bitta idishga solmaysizda, agar siz предварительныйga qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerda nima ko'rasiz? Предварительный qo'ygan, ya'ni предварительный. Agar siz предварительныйga qo'yadigan bo'lsangiz, ikkala idishga ham parashok solishingiz kerak. Ikkala idishga ham kerak bo'lsa gel solishingiz kerak. Sababi bu bitta yaxshilab yuvib tashlagandan keyin, yaxshilab yuvgandan keyin yana bitta yuvib chiqarib tashlagandan keyin yana bu o'ziga oladi, yana olib 2 marta chayish, 2 marta chayadi bu. Shunisi bilan yaxshi. 2 marta o'sha kir kiyimlar uchun bu yaxshi. Keyin rejim taymeri, ya'ni rejim taymeri bu siz deylik 5 soat, 6 soatdan keyin yoki 3 soatdan keyin yuvmoqsiz. 10 soatdan keyin shu taymerga qo'yib, o'sha paytda yuvadi. Siz aytgan paytingizga yuvib bitadi taymeri. Intensivniy, ya'ni intensivniy degani bu intensivniy 60 ga yaqin, bu ham kuchli yuvish degani, bu jadal yuvish, ya'ni o'zbek tilida jadal, intensivniy bu jadal tezkor degan ma'noni bildiradi.
Bu ham yaxshi, intensiivniy ham yaxshi rejim. Bu ham kirlarni yaxshi yuvadi. Keyin beskladek, ya'ni beskladek degani bu iloji boricha haligi unaqangizni kiyimingizni g'ijim qilmaydigan yuvish degani bu. Beskladek degani. G'ijim qilib olmaydi, iloji boricha haligi dozmonni buzmasdan chiqarish berayotgan beskladek bu. Avvalo siz rejim tanlaganingizdan, istagan rejim tanlaganingizdan keyin bularni tanlaysiz. Keyin buni yoki bo'lmasa buni istagan rejimingizni keyin tanlaysiz buni. Yana rejim keyin mana ko'ryapsiz, yulduzcha. Ko'p aniqlarda, ko'p kir mashinalarda o'zida bor. Ya'ni o'zini ochishga baraban degan yozuv bor ko'plarda hozir chiqib keladi, lekin bularda hozir yo'q. Bu mana yulduzchani ko'ryapsiz, mana ko'ryapsiz yulduzchani. Ikkita anaqani birdaniga bosh orqali, ya'ni ikkita anaqani bosh orqali anaqa o'zini yuvish rejimi o'tadi. 3 sekund bir-biridan o'sha 3 sekund bosib tursangiz, bu o'zini yuvish rejimiga o'tadi. Keyin bu hamma o'sha rejimlarni qo'yib bular tanlab bo'lganingizdan keyin unaqani bosasiz, ya'ni bosish ishlatish. Ajim temperatura, ya'ni temperaturani to'g'rilaysiz. Ya'ni temperaturani iloji boricha ekonom qilaman desangiz pastroq unaqa qilganingiz yaxshi. Pastroq. Men o'zim har kuni yengil kiyimlar uchun 40 tanlaganingizni men tavsiya qilgan bo'lardim. 60-95 yana qo'ysangiz ham bo'ladi. Холодный yuvish mana ko'rib tursiz, ya'ni sovuqroq yuvish. Bu ajim ishqilib mana orqali tushuntirib berdim degan umiddaman mana. Keyin mana ko'ryapsiz, yana bitta topdim. Mana ikkalasini birdaniga bosishingiz orqali bu bolalarda himoya qiladi. Menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing. Shunday chiqishlar qilib turaman. Agar savollar bo'lsa, albatta kommentariyga yozing. Javob beraman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.